Biz yaşayotgan yer sharida mayli qaysi quruqliq, mayli qaysi madaniyat bo'lsin, hammasi giganit odam to'g'risidagi rivoyatlarni anglab boqqan. Acaba tarixdan burungi giganit odam haqiqatan mavjudmi? Hikoyani yana 100 yil burundan so'zlashga to'g'ri keladi. 1918-yili necha tadqiqotchidan tarkib topgan tekshirish guruhi Yevropadagi Kavkaz tog' tizmasidan 10 metr egizlikdagi bir mukammal odam iskeletini qazib chiqqan. So'ngak yer ostiga 4 metr cho'nqurlikdagi joyga ko'milib qolgan bo'lib, so'ngakning yanida yana bir shamsharmi bor edi. Olimlarning tadqiqotiga asoslanganda, bu g'oyat zo'r iskeletning ko'milib qolish vaqtini 10 necha ming yil, hatto 100 necha ming yildan oshgan bo'lishi mumkin deb faraz qilishga bo'ladi. Bu so'ngaklarning dalilidan boshqa qadimgi madaniyatdagi nurg'un afsonalardan tarixdan burungi giganit odamning yashab o'tganligini umumlashtira olamiz. Masalan, Misr al-Ikromidagi tom rasmlarda badan shakli farqi nihoyat cho'ng bo'lgan odamlarning obrazi xotirlangan. U dunyodagi 7 cho'ng mo'jizaning birinchisi bo'lishi sifati bilan ta hozirgacha buning ichilmagan nurg'un sirlar bor. Garchi u necha ming yillik bo'ron chaqinni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, yanada mazmun qad ko'tarib turdi. Uningdagi matematikalik shifrlarni tilga olmasaqmi, u hozirgi zamon qurilish fan texnikasidami yeshilmagan sir bo'lib kelmoqda. Bu qurilishning tosh orliqlariga hatto o'tkir pichoqni qistirg'u bo'lmaydi. Bu quram toshlarning eng cho'ngi 160 tonnaga yetadi. Hozirgi fan texnikadami bunday cho'ng quram toshlarni yetkash bir qadar tas ish. Navbatda dunyoda ikki xil cho'ng kran bor bo'lib, bunday ig'irlikni ular yetkiy olishi mumkin. Tasavvur qilib boqaylik. Mashina uskunlar yo'q davridagi qadimki misrliklar faqat ikki qo'lining kuchiga tayangan bo'lishi mumkin. Odatdagi odamlarning hargizmi bunday qurilishni tamomlashiga iqtidori yetmaydi. Yana shunga nurg'un olimlar al-Ikrom temiga sizilgan giganit odamlar bilan qadimki misrliklarning bevosita aloqasi bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Al-Ikromdagi ba'zi tom rasmlarda tasvirlangani tarixdan burungi giganit odamlarning insonlar bilan hamkorlashib, al-Ikromni qurib chiqqan ko'rinish bo'lishi mumkin. Al-Ikromdan boshqa Angliyadagi qo'ramtosh istiqomlari va tiriladigan oroldagi tosh haykallarmi 10 necha tonna, hatto 100 necha tonnalik quram toshlardan tarkib topgan. Mana bu bir qator isbotlar haqiqatan tarixdan burungi giganit odamning yer sharida xeyli uzun mavjud bo'lib o'tganligini tushuntirib berdi. Lekin ular keng doirada mavjud bo'lib turganmi yoki ma'lum irqning alohida a'zolarimi? Biz buni bilolmaymiz. Tarixdan burungi giganit odam bilan insonlar o'rtasidagi munosabatni aniqlash uchun olimlar zo'r tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, ta bugunga qadar qoyil qilarlik hech qanday isbotlarni topolmagan.